yangi metodika va innovatsiya olib kirib, ta'lim sifatini oshirish va bolalarning kasbini ustasi qilish haqida izlanayotgan rahbarni faoliyatida o'zgarish albatta bo'ladi. Ishiga yangicha muhit kiradi. Afsuski, ayrim rahbarlar hali bunaqa yondashuv bilan ishlamayapti. O'zi bilganicha eskicha fikr bilan yuribdi. Ko'ryapsizlarmi, dunyoda kun sayin, soat sayin yoshlar ongini egallash bo'yicha qanday yangi tahdidlar yuzaga kelyapti. Bu muammo bizni chetlab o'tadi deb kim kafolat beradi? Bugundan boshlab yoshlarga mas'ul barcha darajadagi rahbarlar yangi ish tizimiga o'tishi zarur. Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni bo'ladi. Mahalla, maktab va texnikumlarga borib, yoshlarning eshitadi va muammolarini hal qiladi. Viloyat, tuman, shahar hokimlari, yoshlar bo'yicha hokim o'rinbosarlari, banklar va yoshlar yetakchilarini yoniga olib, bunday tahdidlarga qarshi ishlash bo'yicha bir oy oldindan reja qiladi va administratsiyaga topshiradi. Hokimlar o'zi joyini ko'rsatib, master reja tayyorlaydi. Yoshlarbob savdo servis loyihalarini qiladi va yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha namuna yaratadi. Yoshlarning ta'lim olishi, sport bilan shug'ullanishi, kasb va til o'rganib ishga kirishi yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun nima sharoit kerak bo'lsa qilib beradi. Har 10 kunda startapchilar bilan uchrashib, alohida mablag' va grantlar ajratadi. Eng yaxshi tomorqachi, fermer, sanoatchi, startapchi, ijodkor, ma'naviyat va boshqa sohalardagi yoshlar uchun qiziqarli mavzularda tanlov va yarmarkalar o'tkazadi. Ushbu rahbarlar yangi tizimda ishlash bo'yicha mas'uliyatni zimmasiga olib, yoshlarning ta'lim tarbiyasi va bandligiga to'liq javobgar bo'ladi.